srochniimi, har doim srochnisini ko'rsatishim kerakmi? Men sizga Yunusoboddan yangi qurilgan haqiqatan srochni narxida sotiladiganini topib qo'ydim. Egalari 320 ming deb chiqqan joyida 275 mingga mana shu takoy yangi remontlar bilan uchurvenli joyimizni gaplashib qo'ydim. Ko'rayotganlaridek fasadlari ham chiroyli holatda. Bu yoq tarafda bitta hojatxona, yozgi oshxonasi bor. Endi sizlarga uy ichlarini bitta ko'rsatib chiqaman. Kirishingizda bitta kichkina eshik, bitta katta o'zi ochiladigan darvoza. Uyimizni nafaqat usti, ichlari ham xuddi sizning qalbingizdagidek oppoq. Polni neoklassik usulida chotki qilib, sizga mos qilib remont qilib qo'yishgan ekan. Bizga ham nasib qilsin degan havas qilgan insonlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. O'zimiz chiroyli qilib duo qilamiz. Xudo xolasa nasib qiladi. Chunki sizning qalbingizdagidek oppoq hamma yog'i ko'ryapsizlarmi? Oshxona daji oppoq. Bu yoqdagi xonalar hammasi. Bu yoqda bitta общий sanuzel bo'ladi. Bu yoq tarafda ko'rib turganlaringizdek, bu yoq taraf bitta ota-onalar yotoqxonasi, havo aylanadigan joyi bor. Bu yoqni xolasangiz, o'zingiz dilingizga moslab qanaqa xona qilishingiz bu o'zingizning xohishingiz bo'ladi. Prosta men ideya berib ketaman. Bu yoqda yana bitta xona bor. Bu ranglari ham boshqacha bir neobichniy. Siz agar oppoqlikdan charchagan paytingizda mana shu xonaga kirib maza qilib dam olishingiz mumkin. Endi bu yoqda bitta podval bor, buni oxirida ko'rsatamiz sizlarga. Endi ikkinchi qavatdan davom ettiramiz. Havas qiling, hasad qilmang. Bitta like bosing, sizga ham yuqsin xudo xolasa. Bu yoqda yana bitta kengina xona. E'tibor beryapsizlarmi? Har bitta xonamiz keng, ya'ni tor kichkina unaqa emas. Bu yoqda yana bitta ota-onalar yotoqxonasi, havo aylanadigan joyi. Bu yoq tarafda bitta yana sanuzel. Endi ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi xona bo'ldi bu. Bu yoq tarafda yana bitta общий sanuzel. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu qavat to'g'rida hammasi sanuzel bo'lyapti. Bu yoqda yana bitta xonasi bor. Hamma yog'i chiroyli remont qilingan. Oddiy emas, chotki. Mana bu yoq yana bitta xonasi bor. Ko'rib turganlaringdek, bu yoqqa chiqsangiz, bu yoq tarafda balkoni bor. Podvolga ham tushib keldik. Podvol ham oppoqqina, prosta tak suvda yotgan joy emas, remontlar chotki qilib qo'yishgan. Qarindosh urug'laringiz bilan kelib bemalol yaqinlaringiz yig'ilgan paytda namoz o'qiydigan joylar qilsangiz ham bo'ladi. Bu yoq taraf ham chiroylikgina xona. Endi nimadir qilib qo'yasiz, xullas o'zingiz ko'ngil ochadigan joylaringizni nimadir qilib qo'yasiz. Bu yoqda bitta sanuzel bor. Mayli uni ko'rsatmadik. Endi xonadonni mana peshonalarimizdan ter chiqarayotgan yuragi mana shu bo'ladi. Uy ichi juda ham issiqligini qarasanglarchi. Chunki isitish tizimlari ham chiroyli qilib siz uchun qilingan. Endi xonadonni mana peshonalarimizdan ter chiqarayotgan yuragi mana shu bo'ladi. Qarab, ertalab turib oddiy uchastkalar emas, qo'ni-qo'shnilaringiz ham ko'ryapsizmi? Hammasi sizga mos, sizning qo'shnilaringiz, haqiqiy qo'shnilaringiz uchastkalari. Xullas, ushbu joyimiz Islomobod mahallasida 2 sotu 6 ta xona. Boya aytib o'tganimdek 320 mingdan 275 mingga srochniga tushirib qo'ydik. Pastiga raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, sog' bo'linglar.